Sizda bolaligingizdan shunaqa orzu bo'lganmi? Kloun bo'lish yoki bo'lmasa bir qanaqadir bir aktyor bo'lishmidi? Argentinaya, meni yo'q dedim. Asosan o'zbek tomoshabini sizni mana shu bumerang orqali ko'pchilik tanidi. Masqaravoz bo'lib tug'ilgan ekanman. O'zingizdan qutlug' qadam odamga o'xshayapsiz, chunki kaptim qichyapti. Boyib ketasiz. Deb orada shu zil bir narsa o'tib ketadigan davr bo'lganda. Aka, sizni shu shuhratning ichida yana bitta boshqa odami bor deyshadi. Shu bo'yicha yo'q bo'ldi va ko'chaga chiqib sakrab ketdim. Ichki dunyoyimda sotmadim-da. Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar, bizni Shirin Suxan deb nomlangan podkastimizni yaxshi ko'radigan, doimiy tomoshabinlari bo'lgan Shirin Suxanlilarim. Sizlar bilan diydor yana bir bor uchrashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun Shirin Suxan podkasti uchun juda ham o'ylandik. Navbatdagi suhbatga kimni taklif qilsak bo'lar ekan? Taklif qilishda juda ham variantlar ko'p, lekin yaxshi hamsuhbat har doim ham topilavermaydi. Yaxshi hamsuhbat albatta yaxshi qiymatga ega bo'lgan, yaxshi hayot tajribasiga ega bo'lgan inson, mani nazarimda, yoshdan qat'iy nazar. Lekin bugungi mehmonimiz aynan haqiqatan san'atda ham, hayotda ham yaxshigina tajribaga ega bo'lgan serqirra ijodkor, professional aktyor Shuhrat akam azim. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, qadrdonim, jigarim, mehribonim, quyoshim, oftobim, barqaror. Shuhrat akam har doim shunaqangi bir erkalatadi, shunaqa zo'r so'zlar bilan, zo'r gaplar bilan erkalatadi. Kulmay ilojing yo'q. Bu odamni ko'rishing bilan insonning chehrasi ochiladi. Aka, Shirin Suxan deb nomlaganmiz biz podkastimizning nomini. Shirin Suxan odamlarga qay darajada zarur deb o'ylaysiz? Shirin Suxan o'zi bolaligimizdan shu Suxani bilan bizni oshiq qilgan odam ustozimiz rahmatli, joylari jannatdan bo'lsin. Rustam Hamraqulovning farzandi Samandar Hamraqulov bilan gaplashib o'tirganimdan o'zim hayronman to'g'risi. Robbim o'zingga shukr. Suxanni go'zali shu Rustam akam ustozda bo'lgan. Dona, burro, juda chiroyli gapirardi. Bolalikdan shu oshiq bo'lganman. Endi odamlarda hammasiga kerakli narsa bu. Agar dona Suxan chiroyli bo'lsa, eshitayotgan odam ham qiynalmaydi. O'zingiz ham qanaqadir nima deydi? Priyatniyni nima deydi o'zbekchalar? Yoqimli-da. Yoqimli bo'lasiz-da. Rahmat aka. Kerak hammaga bu narsa. Kerak, ha. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin. Haligi Shuhrat akam menga birinchi ko'rishganimizda aytgan edilar, Samandar. Siz dadingiz rahmatli, meni yosh bola kichkina bo'lgan paytimda boshlaridagi do'ppini olib menga kiydirib duo qilganlar do'ppini. Shunda 5-sinfmidim deganidingiz yo 8-sinf? Shu 5-sinf, 6-sinf bo'lishim kerak. Maktab o'quvchisi. Do'ppisini kiydirib qo'ygan, bitta latifa aytib berganimda, do'ppisini kiydirib qo'yganda kuldirgansiz-da, odamlarni kuldirib olgansiz deymi o'sha paytda. Yo'q, o'zlariga aytib berganman. 4-5 ta odam turuvdi. Latifa aytib berganimda bu bola ham Rustamjon sizga o'xshab harakat qilib kichkinaligidan bor shu bolada deganda, qani dedi. Juda haligi haybatli odam ekan. Yaqin kelib turganda aytib berganimda kulib yeysiz. Kulgili bo'lmasa ham kulib berganlar. Mana shu do'ppi senga bolam estalay deb oshimni kiydirib qo'ygan. U do'ppi menda. Voy, umringiz uzoq bo'lsin. Sizga muborak bo'lsin u do'ppi. Rahmat. Sizni do'ppingiz u aka, albatta. Rahmat. Xo'p, klounada yo'nalishi. Mana aktyorlik mahoratida oson bo'lmagan yo'nalish deb bilaman-da men klounadani. Sababi so'zsiz xatti-harakatlar bilan tushuntirish. Odamlarni xatti-harakatlar bilan kuldira olish. Aynan mana shu klounada yo'nalishi bo'yicha shu stil bilan siz dunyoni kezdingiz. Juda ko'p joylarga bordingiz dunyoga. Sizni butun dunyodan shunaqangi bir klounlardan yoki bo'lmasa sirk aktyorlardan va hokazo san'atkorlardan sizda do'stlaringiz bor, tanishlaringiz bor. Sizda bolaligingizdan shunaqa orzu bo'lganmi? Kloun bo'lish yoki bo'lmasa bir qanaqadir bir aktyor bo'lishmidi? Bilasizmi Samandar, menda bolalikdan kloun bo'lish orzusi bo'lmagan. Uni tushunmasdim men. Keyinchalik sirklarda ko'rib, televizorlarda ko'rib oshiq bo'lganman. Faqat unda ham kloun bo'laman deb o'ylamasdim. Zo'r aktyor bo'laman, komediyanniy aktyor bo'laman deb o'ylab yurardim. 95-yili
Institut bitirgandan keyin uyga bordim. Qirg'izistonga, o'zimning shahrimga teatrga ishga kirganimdan keyin bir 2 yil ishlaganimdan keyin 95-yili kloun bolalar kelishdi. O'sha shahrimizda Sharq bo'yoqlari deb Kraski Vostoka degan klounskiy gruppa bor ekan. Shular kelib, biz birga ishlaymiz. Sizni dovrug'ingizni eshitdik. Dovrug'im nima endi? Institut bitirib kelgan, kuldirar ekan. Askiya past to'ylarda kuldirib yuribdi, konsertlarda. Shu bolani tortaylik deyishdi, lekin men ularga aytdimki, klounada bilmayman men dedim. O'zimiz o'rgatib olamiz, sizga kerak emas dedi. Juda ham tez ilib ketasiz dedi. Shu Kraski Vostoka bilan repetitsiya boshlandi. Argentinaga ketamiz dedi, Latin Amerikaga. Buenos Aires degan shaharga dedi. Men aytdim, so'kinmayapsizlarmi? Qanaqa shahar? Buenos Aires dedi. Argentinaya, meni yo'q dedim. Akasitsa men klounada bo'yicha zo'r ekanman. O'zimni topolmasdim. Mimikalarni qilardim, qarigandi, nimani yosh bolani, ujishlarni basharani qilib yurardim. Lekin klounada borligini shu bolalarga qo'shilgandan keyin bildim. Bular 5 kishi ekan, 6-chisi chiqib ketibdi. 6-chisini o'rniga kirdim ishga. O'shanda bildimki, klounada 1,5 oy Argentinada ishlaganimizdan keyin moslashdim. Juda ham Argentinaga ketdingiz a? Ha, ketdim Argentinaga, repetitsiya qildik. Ertalabdan kechgacha sakrab, "Voy" dedim, "Men sportsmen emasman" desam, "Yo'q" dedi. "Sportsmen hamsiz" dedi. Karate degan nomerimiz bor. Endi bilyard degan nomerimiz bor. Shularda hammasini anu bolalar bilan grimda o'rgandim, kiyimda o'rgandim, burunga taqib katta bashmak bilan yurishni o'rgandim. Akazitsa shu ekan meni ishim. Masqaravoz bo'lib tug'ilgan ekanman. Kuchli tarafingiz shu yerda ekan. Shu yerda ekan. Maza qilib ishlashni boshladim Samandar. Bu bilmadim. Bu narsa Isoda ko'rdim. Muhammad Iso Abdulxayrov do'stim. Ikkalamizda shu Toshkentda Isoda ko'rdim bu narsani. Bu mim, fantomima, klounada har kimga berilmaydi. Siz o'tgan kuni bitta narsani aytdingiz, sizlar ko'zinglar bilan gaplashasiz Iso akam bilan deb. Haqiqatda shunaqa. Ko'z bilan gaplashadi, bitta mimika bilan tushunarli-da, hamma yo'q. Bu mimdan kelib chiqadi, bu tug'iladi odam. Mimni o'rganmaydi. O'rganadi, o'sha ijro qiladigan nomerini o'rganadi. Lekin uni ichidagi ijro qilish Allohdan. Keyin tushundimki, men kloun ekanman. Bizni o'zbek tomoshabini sizni aynan shunaqangi bir qaysi proyektida ekolashmadi yoki nima? Bumerangda asosan o'zbek tomoshabini sizni mana shu bumerang orqali ko'pchilik tanidi. Ungacha misol uchun shaxsan o'zim ham Muhammad Iso akamni bilaman, bu tomonlama qanaqa ampluadagi odamligini bilaman, zo'rligini bilaman. Birdan ikkalaga chiqqanida, dedim, bunisi kim ekan dedimda men. Chunki bir-biridan kam bo'lmagan tandemda ikkalasi ham shunaqa zo'r bir-biriga ishlab beryapti. Biz endi aktyormizku, o'qigan odam darhol ko'rib tushunadi-ku. Wow dedim, bu yomon ekan bu. Bunisi kim ekan deb rosa qiziqdim o'sha paytda. Keyin bilsam Qirg'izistondan u Mirzabek ham aytdilar o'shanda Xolmedov. Ustoz. Qirg'iz, men Shuhrat Qirg'iz deyman uni, u Qirg'izistondan dedilar-da. Men aytdim, "Ha, gap bo'lishi mumkin emas aka." Haqiqatan ham sizni qiladigan shu ijodlaringiz yoki bo'lmasa o'zimizni kuldirib ko'rsatuvda ham sevimli telekanalda chiqib bitta latifani aytganingizda ham katta voqea qilib yoki oddiy bo'lgan voqeani gapirib berganingizda ham shunda bilinadi sizda haqiqatda bu taraflama ijro kuchli ekanligi. Aka, bitta sal noziyroq savolda. Qirg'izistondan postdan o'tayotgan paytingizda mana siz O'zbekistonda mashhur bo'lib tanilyapsiz, Qirg'izistonda shundoq ham tanilisiz, allaqachon mashhur bo'lib bo'lgansiz. Lekin chegaradan o'tayotgan paytingizda tamojnidagilar qanaqa kutib olishadi sizni? Yaxshi muomala qilishadimi? Juda ham yaxshi muomala qilishadi. Birinchi Qirg'izistondan o'taman, O'zbekistonga o'taman. Qirg'izistonda hech qanaqa muammo yo'q. Agar odam ko'p bo'lsa, chaqirib olishadi. Bu cho'ng artist bo'ldi. Bizning artist bo'ldi. Hurmat bilan nima deydi, navbatsiz o'tkazib yuborishadi. Men xijolat bo'laman, desam, "Yo'q, davay. Syomkaga ketyapti" deb. O'zbekistonga o'taman, endi O'zbekistonda ham hammasi muxlis. Juda hech muammo bo'lmaydi, Allohga shukr. Yaratganga behisob shukr. Hozir biz o'zimiz ham
o'zbek san'atkorlar bilan qirg'iz san'atkorlari, estrada xonandalari futbol o'ynaganimizda borib O'sh shahrida bo'ldi. 10-5 ga yutqizdik. Ular 10 ta urdi, biz amallab 5 ta urdik. U ham endi ular bizda xafa bo'lmasin deb shu bir 5 ta o'tkazib berdi shekilli-da. Chunki rostmana zo'r futbol o'ynar ekan, haligi san'atkorlari haqiqiy tayyorlanganmi deyman. Mehmondo'st xalqda. Shunda men ko'rib, men qoyil qoldim munosabatlariga, hurmat qilishiga, boshda avvallari eski bolalik paytlarimizda Shohimardonga borgan paytlarimizda unaqa emas edi-da. Lekin hozirgi paytda ko'rib juda xursand bo'lyapman-da. Endi bir xil paytda o'ylayman-da, haligi, borib o'zbeklardan nima qilib kelyapsanmi, boshqa qilib kelyapsanmi? Bizni Qirg'iziston san'atkori bo'lib turibsan, nimaga O'zbekistonda ijod qilyapsan? O'zimizda ijod qilsang bo'lmaydimi degan gaplarni. Yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Havas qilishadi. Shu Qirg'iziston biznesidagi, shou biznesidagilar ham hammasi hurmat qilishadi, havas qilishadi. Keyin menda harakatim bor, Xudo xohlasa, shu Qirg'izistonda kudullarini, qiziqchilarini, kudul deydi bizda. Kudul deydimi? Ha, olib kelaman Xudo xohlasa. Shu zo'r bo'ladi. O'zimiz shu Kuldirgubga, shu ko'rsatuvlarga olib kelmoqchiman. Bir yigit chiqadi. Zo'rlari bor lekin Qirg'izistonda. Men ismini eslab qola olmadim, lekin bir bola bor edi, bo'yi pastroq bola, stadionda rosa kuldirgan hammani o'sha tomoshabinlarini. Men endi sal tushunmay qolganman bir xil joylarga, lekin tarjimon kerak emasligini bildim aka. Haqiqatan qirg'iz bilan o'zbekning o'rtasida tarjimon turishi bu uyat. Chunki gaplashganda shundoq ham tushunamiz. Albatta. So'zlarimiz, tillarimiz hammasi bir. Hamma yo'g'imiz tushunarli-ku. Albatta. Gap yo'q. Mana hozir borgan sari munosabatlar yana ham zo'r bo'lyapti. Xudoga shukr. Takomillashib, Xudoga bersin. O'zi hamma yo'g'imiz bir. Aslida. Onamiz ham, qonimiz ham, dinimiz ham, qabristonimiz ham bir. Bir nimani aytib beruvdingiz. Otamni ziyorat qilgani bordim. Otamni qabriga o'zim bodam ekdim, Samandar. 2017-yil o'tgan. Bodam katta bo'lib, hozir juda nima deydi, ancha katta bo'lib qoldi. Novdasi? Ha, novdasi chiroyli bo'ldi bodam. Juda bo'lmasam tagiga suv quyib yuborgani vaqti yo'q. Ko'k bo'lib, nima deydi, qomati ham zo'rda haligi bodammi. Suv quyib, o'tirib, Qur'on tushirib, e'tibor bermagan ekanman. Shunda yonboshini qarasam, rasmi bilan kimdir otasi ekan, qalpoqda qirg'iz odami qabri ham bor ekan. Bu yerda meni otam aka, bu yerda haligi qirg'iz odami qabri. Endi hammasiga o'qiymiz o'tirib. Haligi joyda o'ylanib qoldim-da men o'zimcha. Artistmiz u. Qilib ichimda monolog ketdi-da. Ana otam o'zbek. Qabrda yotibdi. U tog'a, Alloh rahmat qilsin, qirg'iz aka. Ikkalasini qabri bir. Kelajakda asta sekin turpoqqa aralashib bitta bo'lib ketar ekanda. Hey o'rtoqlar dedim-da o'zimga o'zim. Nimadir yozmoqchi bo'lgandim endi, qovun tushirib qo'ymay deb ichimda qolib ketdi. Turpog'imiz ham bir bo'lib ketsa, dadam bilan shu tog'ani. U yoqda nima qilyapti ekan bular? Qani bir-biringlarga tosh otib yo'q. Otolmaysizlar. Turpog'i bir bo'lib ketadigan bo'lsa, bu hammamiz bitta ekanmiz dedim. Shunday. Biz mana shu aynan O'zbekistonda yashaydigan qirg'iz aholisi bor. Qirg'izistonda yashaydigan o'zbek aholisi bor. Biz har bir qilayotgan xatti-harakatlarimizda shularni ham bor ekanligini nazarda tutishimiz kerak-da har doim. To'ppa-to'g'ri. Esdan chiqarmasligimiz kerak deyman. Bu yerda aynan mana shu qirg'iz qishlog'ini bir shaharcha qilib qurib berildi. Abay degan joyda, Jizzax tarafda. Biz o'zimiz shu qurilishida 1 oymi 2 oy ichida shahar bitirib berishdi. Maktablargacha qurildi. Shunda biz borib konsert qo'ydik o'sha yerda. Qurilish bo'layotgan joyda konsert qo'ydik-da. Shunda ko'rib aytdimki, "Vau, haqiqatan ham 132 dan oshib millat yashaydi bizda O'zbekistonda. Qanchalik internatsional davlatmizda. Har qanday millatniki ham bor. Haqiqatan ham biz turkiylar hammamiz san'atimiz bir, taomimiz bir, urf-odatlarimiz bir. Boradigan joyimiz ham bir baribir hammasi. Shunday bo'lgandan keyin faqat bir-birimizga mehribon bo'lganimiz qolar ekanda aka. Aka, jigarchilik va do'stlik haqida ozgina chuqurlashsak agar mayli desangiz. Chunki siz ko'p hayot tajribasiga ega odamsiz. Nazarimda sal jigarchiliklar biz ko'p voqealarda eshitamiz, kuzatamiz, xabardor bo'lamiz.
Shu jigarchilikni ham sal orasiga haligi sovuq tushayotgandaymi yo avvalgidek mehribonchilik bo'lmayaptimi deyman jigarchilikda. Ko'tarilib ketyaptimi deyman-da, ozgina jigarchilik yoki do'stlik. Yurakdan haligi umrini oxirigacha jonim fido senga deydigan do'stlar kam bo'lib ketib qolyapti-da. Sizda bormi shunaqa insonlar yoki o'zi umuman qanday qaraysiz mana shu mavzuga hozirgi paytda? Endi do'stlik juda katta mavzu, jigarchilik undan ham katta mavzu. Jigarchilikni oqibati asta ko'tarilib ketishiga o'zimiz sababchimiz. Avvalambor tirikchilik, pul. Meni onam bir narsani aytib beruvdi. Shu jigarchilikka. 11 ta bo'lishgan oilada. Oh. Bu katta buvamizga rahmat. 11 ta farzand tuqqan. 11 ta bo'lish kerak, aniq. Eng kattasi meni onam bo'lgan. Akasi bo'lmagan. Bu yoqda 10 ta uka boqish kerak. Velosipedni minib olib, onam rahmatli yashiq ham qoqardi ekan, taxta yashiq bo'ladi-yu. Qilmagan ishi bo'lmasdi ekan. Ota-onaga yordam beraman deb. Eng kichkina ukasi Qodir akam rahmatli bo'lib ketdi, tog'am. Marojniy yeyman debdi. Muzqaymoq yeyman. U paytlarda muzqaymoq faqat bir 4 kilometrdan keyin bo'lgan. Sentrroq joyda bo'lgan. Markaz bo'lsa bor. Unga bir avtobus borardi ekan. Onam vaqtini topib, ukasi bilan qo'lidan yetalab o'sha muzqaymoq sotadigan joyga ukam muzqaymoq yeydi ekan deb qo'lidan yetalab borgan. Piyoda, yo'llar chang. Endi unaqa hozirgidek emas. Asfalt, top-toza, kimdir olib ketadigan ko'p mashinalar yo'q. Deb orada shu zil bir narsa o'tib ketadigan davr bo'lganda. Onam ukasini yetalab, kuchim yetsa aytaman buni. Olib boribdi. Muzqaymoqni solib qog'ozda bo'lardi ekan. Muzqaymoqni solib beribdi. Ukasini yetalab, mana uka degan ekan, endi Qodir akam rahmatli, tog'am xursand. Ana muzqaymoqni yalab, qo'lidan yetalab olib, uni yalayotganini tomosha qilib maza qilar ekan. Ona. Shunaqa yegisi kelibdi. O'zini. Pul yetmaydi. Qachon intervyu bersa yig'ilaverar ekan deydi-da bu odamlarchi. Nima qilay endi bu rost narsa. Keyin bahonani qarang. Muzqaymoqdan ozgina yeb olishni bahonasini qarang. Yo'l chang, yo'llar qo'lidan yetalab qarasa, ana qog'ozga solib berganmi, oqib ketyapti ekan muzqaymoq. Keyin Qodirjon to'xta debdi, qo'llaringga oqib ketdi deb, qo'llariga oqqanlarini yalab olgan. Shu bilan nafsini nima qilganda bosgan. Jigarchilikni qarang. Nima qilasan keyin? O'zing velosipedda tushasan, maza qilib bittani yeysan. Yo'q, endi yetishmovchilik ham bo'lganda. Bitta muzqaymoqni ukaga olib berish ham katta ish bo'lgan. O'sha payt davrda 11 ta farzand. Endi haligi muzqaymoqni ukasi yeb tugatguncha buvim yeganday maza qilgan ekan onam. Shuni aytib berganda, shunaqa bo'lgan jigarchilik. Jonini berib yorishgan bir-biriga. Bu jigarchilik. Ana bu jigarchilik, ha. Alloh rahmat qilsin ilohim. Ikkalasi ham o'tib ketdi. Muzqaymoqni yegan ham, olib bergan ham. Endi boyagi savolingiz do'stlikka keladigan bo'lsak, endi do'stlik endi. Do'stlikda bitta nimasi bor, sirri bor. Do'stmisan, bildirmay yaxshilik qil. Do'sting bilmasa ham qilaver. Oldida qilish shart emas. Dedi-yu. Bilsa baliq, bilmasa xoliq degan. Endi kim eshitib tushunsa tushunib qolishaversin, bir kino bo'lib qoldi Samandar. Toshkentda yangi kelganman. Ijodga shu 2011-yildan boshladim. Yana institut o'qib bitirib ketib klonada tugadi. Endi pensiyaga chiqdik. Bu yoqqa kelib bumerangda sekin boshlash jarayonidamiz. Bittasi chaqirib qoldi.
Muhammad Iso Abdulxayrov meni eng yaqin do'stim. Telefon qilib qoldi. Shuhrat dedi, nimadandir chiqargisi bor-da meni. Shu ham ko'rinsin. Endi bu bilasiz, yorqin yulduz. Muhammad Iso yorqin yulduz. Do'stiga ilinyapti-da. Ha, menga ilinganini qarang endi. O'shdan olib kelgan bitta o'rtog'iman. Sen o'yna dedi, bitta rol bor dedi. Sen o'ynagin shuni dedi. Men o'zimni olaman dedi. Shu bilan ko'rinib qolasan ancha-muncha dedi. Qayerdan bo'lsa ham shu men eplab chiqib ko'k xalqqa ko'rinishimni xohlaydi Iso. Rahmat dedim. Aytgan yeriga bordim. Uchrashuv bo'ldi. Men ma'qul keldim. Rejissyorga ham, hammasiga. Zo'ri bu dedi. Kimga yalinib yuribmiz dedi. Bu ham nomer 2 dedi. Isoyu bu ham dedi. Kimlarga yalinib yuribmiz degan narsa menda eqo bo'lib qolib ketdi. İyi dedim. Tak. Bo'ldi, siz bizga ma'qul keldingiz dedi. Biz o'zimiz telefon qilamiz dedi. Oldik, siz o'ynaysiz dedi. Zuhra singlimiz birga ekan. Soliyeva. Ha, xotinim o'ynar ekan. Keyin men o'ylanib qoldim, mana kimlarga yalinib yuribmiz degan temada to'xtab qoldim. Bitta iltimosim bor dedim. Qanaqa iltimos dedi? Muhammad Iso Abdulxayrovga berilganda bu to'g'rimi dedim. Desam, indamay qoldi. Agar Muhammad Iso Abdulxayrov telefon qilib dedim, o'rtoq iltimos shu rolda sen o'ynagin desa dedim, o'ynayman dedim. Qarang, hech kim tanimaydi. Sen nima erkalaysa, o zo'rg'a ilashding-ku. Agar olsa sen jonda qayerdan kelding, hech kim tanimaydi seni. Lekin men o'sha gap yoqmadi menga. Gapirmaganda balkim ilashib ketardim. Desam, dedi. Ha, bo'ldi, telefon qiladi dedi. Shu bo'yicha yo'q bo'ldi va ko'chaga chiqib sakrab ketdim. Ichki dunyoyimda sotmadim-da. Gap yo'q, vijdoningizga qarshi ish qilmadingiz-da. Foydalanish kerak emas. Agar ozgina sotsang, bu yerda senga $1000 bo'ladi degan gap bo'lsa, o'sha ozgina xiyonat o'sha. Bilgan ham yo'q, bilmaydi ham. Endi intervyuni ko'rib bilib qolsa kerak, minnat qilayotganim yo'q. Lekin endi bor gapni gapiryapsiz. vijdonimga tozalanib oldim-da. Sotmadim. Shu sotmasligim orqasidan unchalik taniqli emasman. Yo'q, unaqa deysiz. Yo'q, unaqa baho bermang. Siz juda taniqlisiz. Sizni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Endi misol uchun aka, misol uchun ana Shuhrat aka bor, qaysi desa bumerang deydi-da. Baribir sizda haligi vizitni kartochka shu bo'ldi-da. Ha, bumerang orqali tanildingiz-da. O'shaning uchun Abba. Yanasanmi? Abba. Nimaga ham seni ko'rdim? Qayoqdan ham seni ko'rdim? Gapirma. Yana seni turqiyni ko'rdimmi? Mana kutmagandim. Bugun ham seni turqiyni ko'raman. kelajakda hali hammasi aka, hali xudo xolisa oldinda. Inshaalloh. Oho, qancha. Mana masalan, Hollywood yulduzlarini ham juda ko'pchiligini bilamizki, 50 yoshdan keyin juda ko'pchiligiga omad kelgan. To'g'ri. Anthony Hopkins deysizmi yoki bo'lmasa xullas juda ko'p aktyorlarda aynan 50 yoshdan keyin kimdadir 47 da, kimdadir 54 da, kimdadir 50 dan keyin shunaqa kelgan ekanda omad. Eng qiyin kuldiriladigan auditoriya qaysi? Bolalarmi, kattalarmi yoki aytaylik davlat arboblarimi yoki nima deydi haligi ziyolilar deymizmi yoki o'qimish jihatlam deymizmi? Qaysi birida? Bu birinchi savol. Keyingisi umuman kulmagan davra ham bo'lganmi? Umuman kulmagan davra Angliyada bo'lgan. Biz Buyuk Britaniya shahri esimdan chiqib qoldi-da. Londondami yoki Yo'q. Shotlandiyami? Shotlandiyada. Edinburgda konsert berganmiz. Biz yorib yuborardik. Har bir narsamizga nima deydi? Garantiya edi. Qiliqlarimizga Avatsiz. umuman hech kim kulmagan davra shu yerda bo'lgan. Angliyada Edinburgda birinchi konsertni berdik. Boshlandi. Endi ko'ngil to'q. Totdingiz boramiz hozir dedik. Keyin katta lustra bor ekan zalda. Tomoshabinning ustida juda katta bir noyob lustra bor ekan. Endi lustraga hozir kelamiz.
Konsertni boshladik. Hech kim kulmayapti-da, Samandar. Angliskiy yumor boshqacha deganni o'sha yerda bilganman. Kulmayapti-da bular. Bilyard degan nomerimiz bor. Bilyard toshlari bo'lib o'ynaymiz. Zo'r u ham. Lekin bilyardni bitta joyda bilib qoldikki, bular orqaga tepsa kulishdi. Tepganda tushirib yuboradi-da, endi ana lojaga tushirib yuboradi. O'sha yerda kulishuvdi, keyin bir-birimiz tepishni boshladik. Har bir tepganimizga zo'r qilib atsenka beryapmiz-da. Deb endi boshqacha qilib. Keyin bilib qoldikki, bular shunaqa, bularning yumori shu tomonga ekan. Zo'r yiqilib tushsa, boshiga qanaqadir pattis bilan tang etib ursangiz, dup etib tushsa. Shunaqangi yumori bor ekan bular. Xuddi ana Charlie Chaplinni. Charlie Chaplinga o'xshab. Keyingi konsertda endi tepishlarni ko'paytirdik. Xafa bo'lish yo'q dedik bir-birimizga. Shunga qurildi. Shunga qurildi. Klounadada bizni nimani nomerimiz bor edi. Clown Fu degan nomerimiz bor. Clown Fu deb Kung Fuga o'xshatib shundan olingan urushadi klounlar sahnada. Shunaqa urushayotgan jarayonda zut etib lenta qatib qoladi. Yana ruv deb orqaga ketadi. Yana ruv deb oldiga ketamiz. Hattoki shu nomerimizga ham Fransiyada bundan biz Serebrenniy klounnikin shunaqa olganmiz-da. Grand Prix olgansiz. Grand Prix olmaganmiz. Birinchi o'rinda olganmiz. Statuetka olgansizlar-da. Qanaqadir kloun olganmiz-da, esimda yo'qdi shu. Dotni borishgan Clown Fuga. Clown Fu eng zo'r nomerimiz edi. Hech qaysiga kulmasdan shu bir-birimizni tepib, boshimizga haligi yumshoq nima bolg'a bilan dong etib urganimizga maza qilishgan. Qisqasi, hech kim kulmagan davri shu bo'lgan. Eng maza qiladigan tomoshabinchi kichkina tomoshabinmi, bolalarmi yoki kattalarni maza qiladi? Albatta bolalar, eng kichkina tomoshabin bolalar. Ko'proq meni o'zi muxlislarim bolalar. She'rlarni, bumerangdagi she'rlarni ham yodlab olishgan, bumerangdagi latifalarni ham yodlashgan. Ikkinchisi ayollar, uchinchisi endi aralash kim bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin kollektivda kuldirish qiyin ekan. Hamma ham kulavermaydi ekan. Bitta ishxonani kollektivi bo'lsa, hamma o'zini ushlab turib olar ekanda. Deydiganlar bo'ladi. Lekin tashqariga chiqarib yormaydi. Imijim tushib qolmasin deydimi, bilmayman. Kollektivni kuldirish qiyin. Obro'si tushib qoladimi kuladigan bo'lsa? Bilmadim. Bilmadim, nimagadir, eng qiyini kuldirishga qiyini. Ruslarda gluxonimay deydi. Ko'p shunaqa ishxonalarga borganman. Soqov odamlar. Soqov, qulog'i kar. O'sha yerda klounada juda ham qo'l keladi. So'zsiz kuldirish. So'zsiz qulay keladi. Men har yangi yilda, shunaqa bayramlarda shunaqa ishxonalarga boraman. Juda ham mehmondo'st, zo'r kutib olishadi. Maza qilaman shular bilan. O'zingizdan qutlug' qadam odamga o'xshayapsiz, chunki kaptim qichyapti aka. Boyib ketasiz. Ilohim aka, ilohim. Men ozgina tomog'im og'riyapti, uzr so'rayman lekin. Hech kisi yo'q aka, chunki shamollash o'rnida ham o'zimda ham bor shamollash. Yuzimni qizargandan sezgan bo'lsangiz. Xudoyim ashula ham aytib o'rmasin deb ovozimni to'xtatib turibdim. Yo'q, hozir hali bir pastur ashulaga ham kelamiz aka. Ana. Ashulaga ham kelamiz. Mana siz farzand, nechta farzandingiz bor aka? Ikkita o'g'lim bor. Ikkita o'g'lingiz bor. Ikkita kelinim bor, qizimdaqa. Umrlari uzoq bo'lsin. 6 ta nevaram bor. Bitta xotinim bor. Umrlar uzoq bo'lsin kelayman. Hozir endi nabirani tarbiya qilishda, navaralarni. Undan mazasi bormi? Maza. Xudoyim o'zi aldab-aldab olib kelar ekanda. Yoshlik bilan, keyin uylanish bilan, keyin yosh kelin kuyovligingiz bilan, keyin farzand ko'rish bilan, farzandlar katta bo'lib zerikishni boshlayotganingizda nevara berar ekan. Unaqa shirini bormi? Mazza-yu, 6 ta. 6 ta nevaram bor, yurolmaydigani o'malab keladi oldimga. Shunaqa bir mehr o'tkazganman. Yaxshi ko'rganda endi albatta aka, opa dadasi axir ular uchun ayniqsa ota, misol uchun hech qachon qiz uchun yo'q degan javobni hech qachon aytmaydi.
Masalan, men shunaqaman, onasi aytadi, "Yo'q, bermang" deydi, "Buni laringiti bor" deydi, "Buni" deydi. "Hozir yana shirin bersangiz" deydi, "Hozir bu so'raveradi bu" deydi. Lekin kelib, "Da" deb menga yopishib, kakao ber deb tursa, qiz ko'zlariga qarab turib, "Olib berasiz-da, iloji yo'q, jonim, tomog'im" dedi, "Bolam" deb. Aka, nabiralarni tarbiya qilayotgan paytda qaysi tomonlarga ko'proq e'tibor berasiz? Bo'ladigan bola boshdan ma'lum deganda, boshdan tarbiya qilayotgan paytda siz dunyoviy ilmlarga ko'proq e'tibor berasizmi yoki diniy e'tiqodi to'g'ri bo'lishi uchun ko'proq diqqat qaratasizmi? Dunyoviy ilmlar ham kerak. Dunyoviy ilmlardan qolib ketish ham yaxshi emas. Lekin ko'proq diniy ilmlarga e'tibor beraman. Bolalar nevaralarda tarbiyasida birinchi o'ringa mehr qo'yiladi bizda. Rostdan yaxshi ko'rish, sevish, mehr berish, ishonish. Chunki bu bizni onamizdan o'tgan. Ertaklar bilan 6 ta nevara bo'lsa, ertak aytib beraman, maza qilib yuborishadi. Ishonasizmi? Improvizatsiyaga bo'lsa kerak. Improvizatsiyaga. Ikkinchi marta so'rasa aytib bera olmaysiz u. Yo'q, uni unday qilib qaytara olmayman. Ozgina qisqa aytib bering, qanaqa ertaklar aytib berasiz? Qadim o'tgan zamonda bir kichkina qizchani 5 ta ukasi bor ekan. Maqsad Ularni o'zini ko'rsatish o'ziga. o'zlarini ko'rsataman. 5 ta ukasi bor ekan. Ularning ota-onasi yo'q ekan. Olib kelaman shunga. Ishonsangiz, katta nevaram Muhammad Amir yig'laydi. Undan keyin Sobiraxon. Onam ismini qo'yganmiz. Yig'laydi Sobiraxon ham. Jim o'tirishadi. Birinchi seriya tugadi. Desam, ertasi kuni yana ikkinchi seriyasi ketadi. Ishonishadi. Eng aqlli odam shu odam bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Faqat shuni ushlab turibman. Bilishgan yo'q ular meni qonunlarimni. Aka. Xatosiz odam bormi aka? Albatta. Kamchiliksiz odam bormi? Birinchi o'rinda mehr. Bolaga mehrni o'rgatish kerak. Keyin sekin-sekin do'stga ham sotqin bo'lmaydi, oilaga ham sotqin bo'lmaydi. Nima deydi? O'zini qilayotgan ishiga ham sotqin bo'lmaydi. Fidoyi bo'ladi. Fidoyi bo'ladi. Keyin Allohni tanitish endi bu hammamizning burchimiz. Instagram tarmog'ida nabiralaringiz yutuqlari, farzandlaringiz yutuqlari yoki bo'lmasa o'zingiz do'st birodarlar o'rtasida o'tirgan paytda improvizatsiyaga bir hazil qilishlaringiz yoki bo'lmasa ruscha bir paytlar shlager bo'lgan ashulalarni o'zbekcha ohangga solib ijro qilishlaringiz. Kreativ yondashuv borda, sizda profil yurg'izishda hammanikiga ham o'xshamagan profil yurg'izasiz. Ijodkorona haqiqiy profilda, samimiy. Sizning samimiy odamligingiz bilinadi shuni o'zida. Shu kontentlaringizdan bilinadi. Oddiy, bizni Iskandar akalarimizni o'xshatishadi. Iskandar Hamroqulov akangiz. Ko'pchilikda men nimada eshitib qolaman, nima deydi? Yozishadi-yu. Negativlar, kommentariyada ko'pchilik Iskandar Hamroqulov ikkalanglar bir xilsizlar. San'atga bo'lgan nima aloqalar deyshadi. Iskandarda ham samimiylik va oddiylik borda, to'g'ri bu narsa. Endi masalan Samandar bitta gap aytaymi? Obbo deb yuborishi mumkin eshitgan odam. Ko'tarilib ketish uchun san'atimni yurgizmayman men. Dahshat bo'lib, zvizda bo'lib ketishda san'atni yurgizmayman. Mana shu odamga shu gapni gapirsangiz bugun shunaqa bo'ladi desa, kerak emas bo'lsa u narsani gapira o'tirmayman. Bormay qo'yaraman shu yerga. Oddiygina tekis Alloh ko'rsatib turgan ssenariy bo'yicha ketaveramiz. Instagram ham shu. Kimnidir chaqirib olib, zo'r qilib bunaqalar bilmayman ham qilishdi. Uncha tushunmayman Instagramni. O'zingiz yurg'izasizmi Instagramni? O'g'lim ikkalamiz, katta o'g'lim Bekzod yordam berib turadi. Bekzodjon ko'proq tushunsa kerak endi. Ha, Bekzod tushunadi. Ijtimoiy tarmoqni yaxshi biladi ular. Ana uni olib tashlang deydi, xunuk chiqib qopti. Toza bo'lmabdi. Ana gapingiz oshiqcha bo'lib qopti. U qarab turadi. Bir aktyor teatri deydi. Bitta aktyorning o'zi ko'p narsalarni ijro qilib berishi mumkin degandek. Sizlar aynan mana shu bu yo'nalishda ko'p narsa ijod qildinglar. Hozirgi paytda ayniqsa, masalan uchun kimnidir tug'ilgan kuni bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha hali siz to'rtta ushlab happy birthday to you kelganingiz kimdir yuboradi-da albatta. O'zimga ham tashashadi. Nechta tabrik bo'lsa, shu tabrikning ichida albatta kimdandir keladi mana shu.
Nimaga mana shunaqangi bir kichkina nima deymiz buni? Kichkina hazilchalar. Shunaqa narsalarni ko'paytirmaysiz. Shunaqa narsalarni ko'paytirib yuborishingizni men xohlardim. Misol uchun, aynan shuni fishka qilib olsangiz va ko'paytirib yuborsangiz har xil mavzularda. Har xil mavzularda. Chunki siz nafaqat yumorni, siz dramani ham yaxshi beradigan odamsiz, bera oladigan odamsiz. Siz dramatik aktyorsiz, to'g'rimi? Yoki qo'g'irchoq teatrida o'qigansiz? Yo'q, men muzikalniy drama aktyoriman. Musiqali drama aktyor. Musiqali drama aktyoriman. Lekin qo'g'irchoq ham o'ynataveraman. Drama ham ketaveradi. Ozgina rejissura ham bor. Musiqa asboblarini ham ozginadan cholaman. Ozgina qo'shiqlar ham ketaveradi. Aka, sizni shu shuhratning ichida yana bitta boshqa odami bor deyshadi. Yana bitta ovozi bor uni boshqa. Yo'q, ko'p eshitganman. To'g'risi shu suhbatga chaqirgan paytimda bir so'rayman. U qanaqa ovoz ekan u? Odamning ichida yana boshqa odam yashashi. Nimaga asoslanib shunaqa deyshadi? Jinni bor ekan buni deyishmasin. Yo'q, qani? Samandar bu ovoz. Odamda o'zi 3 ta ovoz bor-ku. Qorindan, tomoqda o'zini ovozi. Shunda men tomoqdan ishlataman. Yana bitta ovoz bor, endi hozir tomog'im ozgina og'rib turibdi uka. Bilasizmi? Bu ovoz shu latifalarda ishlataman. Odamlar hozir montajda o'zgartirilgan deb o'ylamanglar. Hozir osmonga ketyapti. Ishlataman. O'zim ovozim ham bor. Lekin ana u 3-ovoz ko'p joyda qilib berdim buni. Buni endi u bolalikda, nima, yoshlikda, institutlarda jinnilik qilib shu darslarda qilardik. Shunaqa ovoz, darsda hamma dars ketyapti. Chet el teatr tarixi degan dars ketyapti. Mana bolalar degan domlamiz bo'lardi. Ovoz shunaqa edi. Oling, ruchkalarni olinglar. Mana endi teatralniy institutda o'qiganimizda ota ham esimda yo'q domla. Mamajon Rahmonov emasmi? Yo'q. Bizga chet el teatridan Gulchahnoz Mamajonova kirganlar, shu Mamajon Rahmonov qizlari kirganlar. Chet el teatri. Ajoyib insonlar edi. Ustozlik. Ustozlar endi zo'r edi. Haqiqatdan. Erkak o'qituvchi bo'lganlar demak. Xo'p. Yozinglar. Fransiya teatrlarida degandan keyin hammasi shu. Boshlanardi haligi ovoz. Yaxshi nafas olamiz. Voy. İyi ko'tariladi. Bitta nafasdanmi? Bitta nafasdan. Siz qanday nafas olasiz buni hozir? Bilmadim. Qanchagacha cho'zib turishingiz mumkin? Endi yaxshi agar dam olib bunday bir bo'lsa, cho'zsam kerak, lekin yoshlikda boshqacha ketardi. To'xtamasdim. Domla hayron, hech kim bilmas. Domla hayron. Sizdan gumon. Nima ovoz u? Ha? Menga qaraydi, eng sho'qimanda. Qarasa, bolalar qatib boradi. Ushab olgan domla. Oldimga kelib. Выговор berishgan o'sha paytda, sayz paytda. Выговор berilardi. Shu 3-ovoz buni ham latifalarda ishlatamiz. Sho'x bo'lgansiz-da, demak. Juda ham sho'x edim. Kursdoshlaringiz kimlar aka? Kimlar bilan o'qigansiz? Kursdoshlarim endi A'lo Rahimova. A'lo. Kursdoshim eng yaqin do'stimdan, yaxshi inson. Endi kursdoshlarimki Melixonov Shavkat. Mana Yoshlar televideniyasida diktor hozir. Ajoyib inson. Endi ko'pchilik kursdoshlarimiz boshqa kasbda ketishdi. San'atdan boshqa yo'lda. Lekin bizga parallelniy Muhammad Iso do'stim juda ko'pchilik o'qiganmiz. Handaleylar, Zokirjon, Ortiqjon, shular bilan birga o'qiganmiz o'sha davrda. Rahmatli Abdurahim akam Shumbola bitiradigan paytga borgan ekanmiz. Obid Asomov. Shular Mirzabek akam bitirib ketgan ekan. Abdurahim akamlar 60 yilda, 61 shunaqa edi ular adashmasam. Biz borgan yili bitirgan Abdurahim akam ham menimcha. To'g'ri. Yurganda o'sha yerda ko'r, "Ey, hali shun bola, va" deb. Hamzumar rahmatli leksiyasiga
nasib qilgan. Oh. Kirib olardim men. Yoshinglar deganda hamma kinodagi odam deb maza qilib yuborardim. Hamza Umarov dars berganmi o'sha paytda? Leksiya o'qirdi. Aktyorlik mahoratidanmi? 1965-yillardagi teatrlar dirdida ajoyib edida maza qilib. Assalomu alaykum derdik. Va alaykum assalom eshitish uchun. Ovozini eshitib. Vali, o'tib ketardi. Maza qilib shularni davrida o'qiganmiz. Nabrahimov domlamiz, Isoq Kattayev, Sattor Yarashev, Asad Azimov. Shular bizni o'qitgan vokaldan. Endi u davrlar boshqa. Turg'un Azizov domlamiz rahmatli. Turg'un akam. Alloh rahmat qilsin. Qanday haqiqatda zabardast ustozlar. Zabardast ustozlar. Yaratgan Xudo rahmat qilsin hammalarini. Rahmatli domla joylari jannatdan bo'lsin. Ustozlarimizni hammasini biz erkaligimizni ko'tarardi-da. Muhammad Iso Abdulxayrov bilan o'sha nima deydi, o'quv teatrida uchebniy bo'ladi-yu. Kimniki maniki? Kechirasiz. Voy, Nosir qilyapti. Salom ayting. Hozir perizvaniya qilib SMS yozib oldim. Men buni palyot qilib qo'yishim kerak ekan, kechirasizlar. Ming barobar uzr, davom etaman. Men ovozni yo'q qilib qo'ydim. Bugungi kunda TikTok, Instagram sizni kasbingizni qanday o'zgartirdi? Hop, deyarli bu savol to'g'risida hali gapirib o'tib ketdingiz bunga. Ko'pchilik ko'rgan, lekin siz uchun juda sodda bo'lgan raqamingiz bormi? Hech kim ko'rmagan, lekin siz sinab ko'rgan, hali tomoshabin ko'rsa lekin hayratda qolishi mumkin bo'lgan nomeringiz bormi? Qanaqadir bir qirra bormi tomoshabinga ko'rsatmagansiz lekin. Uzki kuruklarda ko'rsatiladigan ijodlar bo'lishi mumkin, katta ommaga olib chiqib bo'lmaydigan ijodlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, kichkina davralar uchun ham. Qiziqishlarda ham o'zi maza qilib kulgisi kelsa, kimnidir chaqirib suhbatlashib maza qilishadi-da. Men bilaman, Obtakam rahmatli doim mana shu akamni chaqirib olardi, skenerga ham chaqirib olardi. Obtakam Xudo rahmat qilsin, yotgan joylari nurga to'lsin. Juda katta bizga yordam qilganlar, katta qo'llab-quvvatlaganlar. Yotgan joylari nurga to'lsin. Xuddi shu jumladan Mirzabekam Xolmedov ham katta yordam qilganlar, hech qachon ayamaganlar bizni. Mehribonda. Hurmatlaridan juda mehribon. Siz ham Mirzo teatrida ozmi ko'pmi faoliyat yuritgansiz, ishlagansiz Mirzo teatrida aka. Keling, mana shu Mirzo teatrida ishlaganlaringiz, Valijon akam bor u yerda, Shamshiyev. Shukur akam bor, mana do'stingiz, qadrdoningiz, Shukur akamlar. Ozgina mana shuni ichiga kiraylik, o'sha ular bilan birga bo'lgan ijod vaqtlaringiz, Mirzo teatrida ishlagan paytlaringiz. Mirzo teatriga yana bitta so'z qo'shib qo'yish kerak. Mehribon Mirzo teatri deb qo'shib qo'yish kerak. Mehribon Mirzo teatri. Bular juda mehribon odamlarda. Avvalambor bu Mirzo teatriga kirib, qo'shilib kulgili bo'lmasam ham kallamni tiqqanimiz sababi Mirzabek Xolmedov ustozimizga muxlisligim. Mayli yesa yemasa baribir shu odam oldida turibman. Muxlisligim Mirzabek akamga. Keyin Mirzabek akamning tarbiyasi Mirzo teatrida avvalambor juda mehribon bir-biriga. Do'st, bir-birini yaxshi ko'rishadi. Haqiqatan Mirzabek akam artistligini bu tomonga olib qo'ysak, zo'r inson, mehribon, rahmdil, nima deydi? Shaxs sifatida haqiqiy mehribon, ota degan, rahmdil odam. Mirzabek akam juda ham ko'pchilikda mana endi O'rta Osiyo bo'yicha butun shogirdlari bor, lekin Xudoga shukr, agar Mirzabek akamga aytsangiz, buni ma'qullaydi. Eng yaxshi ko'rganlardan bittasiman men. Mirzabek akam shogirdlaridan. Hazilni ham eng haligi og'ir toshliklarini sizga qiladilar mana. Qiladi. Usta endi biz ustozimiz Mirzabek akam deb bilaman. Kasetalarni eshitib, bolalikdan, o'sha kichkinalikdan Mirzabek akamni ko'rib, eshitib, Rustam Hamroqulovdan Mirzabek akamga o'tganman men. Endi ustozni endi qo'yaverasiz, birro gapirishlarini olganmiz, harakat qilgan, значит, dona gapirish kerak ekan. Keyin har bitta nima chiroyli chiqish kerak ekan. Suxan deb ko'rib ham eshitaverardim, nima bo'yningga
tumor taqib olding. Axir seni ko'rgan mol o'lyapti-yu. Asha maza qilardi. Valaksalang. Valaksalang. Keyin Mirzabek ham orada turar, lekin Mirzabek ham yosh edi-yu. Keyin Mirzabek hamga o'tdim, ijroni o'rganishni boshladim. Mirzabek ham ijro qilardi. Kampirni gapirsa kampir, cholni gapirsa chol, yosh bolani yosh, ayol kishi bo'lsa ayol kishi. Qisqasi, shukr do'stim, Shukrullo Isroilov juda ham mehribon va добрый человек deydi ruslar. Dabrin. Ha, artistligini olib qo'ysak, zo'r inson. Umri uzoq bo'lsin. Gap yo'q. Men shu insondan juda ham bir xursand bo'laman, umri uzoq bo'lsin. Uchinchisi Valijon Shamshiyev. Bu uchalasi o'zi anaqa Nechuri Nikolin Margunovga o'xshab kimdirchi futbolkasini chiqarsa uchalasi rasmini zo'r sotiladi. Yaxshi g'oya bo'ldi o'rtoqlar. Zo'r sotiladi. Valijon inson. Mirzabek ham tarbiyasi, ota-onasini tarbiyasi avvalambor mehribon, rahmdil, ishonuvchan insonlar bular. Ishonuvchanlik o'zi ijodkorga qay darajada kerak? Ishonuvchanlik fayz beradi-da. Ishonib aldanib qolsangiz, Xudoyim boshqa narsadan beradi sizga. Nima deydi haligi? Mayli ustingizdan kulishsin deydi-yu, mayli. Lekin ishonuvchanlik xislatini tark etish kerak emas-da bu bilan, to'g'rimi? Yo'q. Pand bergan taqdirda ham. Ha. Ishonuvchanlikni tark qilish kerak emas. Iloji boricha hozir taksistga ham aytib keldim. Yaxshilik qilaverish kerak. 1-2 ming so'm zdachi berish kerak bo'lsa, aka dedim, men roziman deb yuboravering dedim. 1-2 ming so'm dedim. 3 emas dedim. Desam kulyapti. 1-2 ming so'mga tushirib yuboravering dedim. Uni birikda nimalar qonunlarimizga kafforat bo'ladi. To'g'ri. Soddalik zo'r. Men nima bilan haligi Sanjar ukam xafa bo'lish yo'q. Syomkaga keldim. Ozgina yangi yilga bir narsa olishmoqchi edi. Qornim ochib ketdi. Keyin qarasam, gummaxona bor ekan. Gummaxonaga kirib, 4 tani olib, choyimni qo'yib, gumma yeyasam, orqamdan syomka qilib kelyapti. Bumerang zo'r paytlari, hamma ko'rib turgan payt. Qaranglar bu yulduz zvizdani soddaligini qaranglar. O'zingiz kelib bemalol gumma yeyapsizmi deydi. Nima bo'pti dedim. Ha, bolalar olib kirib berardi-yu dedi. Uka dedim. O'zim maza qilib, mana sotuvchi. Yonimda sherik ham o'tiribdi bitta. Mana bir-birimizga tushmaydigan odam ham o'tiribdi. Ikkalamiz birga tekkizyapmiz ana nimaga? Sousga. Qalampiriga. Nima bo'pti? Shoshilmaslik kerak. Bir xilgi yoshlar ozgina ko'rinib turib, nima kibernetik nimasini yoqib oladi. Shoshilmanglar. Hali pastlik bor yana. Shunaqa pastliklar bor. San'atkor bo'lganinglarga pushaymon bo'lib ketasizlar. Keyin yana chiqish bor. Keyin bitta to'lqinga Xudoyim qo'yar ekan, o'shanda maza qilib yashaysiz. Ungacha iloji boricha odamlarga ishonib, rostdan sevib, muhabbatni berib yashash kerak. Harakat qildi, boshqa bo'ldi, chiqib oldi, ma'lum bir nimaga chiqib oldi. Endi u yog'iga bir xilda mo'tadil, to'g'ri, yaxshi ketishi uchun qaysi xislatlarga e'tibor qilish kerak bu? Adashmaslik uchun deymizmi yoki bo'lmasa? Endi men gapirsam, hozir masalan mashhur bo'lgan odamlar bor aka. Bir paytlar hammasi mashhur bo'lganda, o'sha mashhurligini o'shanda ushlab turgan odamlar bor, obro'siga hech qachon putur yetkazmagan. Hozir trend bo'lar ekan deb har qanday narsaga ham arzon narsalarga aralashmagan u odamlar. To'g'ri. Ushlay biladi-da o'zini obro'sini. Shu nuqtai nazarda berdimda bu savolni. Shunaqa xislatlarga e'tibor berish kerakmi odam baribir deyman-da, to'g'ri, yaxshi, hech o'zini o'rnida yana dalshi ko'tarilib ketmasin, mayli, lekin o'sha ko'tarilgan o'rnini o'zini ushlab turishda odob, tarbiya, kitobni o'rni 6 tasi cho'kib ketsa, 6-inchisi deb qarasa, haligilarda ustiga chiqsa kallasi chiqib turar ekan suvdan. Nafas ola olmaydi ekan. Lekin anu 5 ta oyoq taydada cho'kib ketgan. Shu ishni qilmaslik kerak. Anolar bilan birga cho'kib ketish kerak. Mana o ishni qilsa, Shuhrat aka, siz shunaqa bo'lasiz, deydi. Lekin shu ishda kimlar beta pand yeyapti? Bu. Men qilmayman shu ishni. Chiqib olib, kallami chiqarib turmayman suvdan.
Undan ko'ra shular bilan cho'kaverganim yaxshi. Xudoyim o'zi olib chiqib qo'yadi tashqariga. Gap yo'q. Iloji boricha aytyapman-ku, men zo'r gaplarni gapirib yuborish uchun gapirayotganim yo'q bu narsani. Xo'p. Mehr muhabbatni Xudoyim berganmi? Shuni pokiza qilib ishlatish kerak. Top-toza bo'lsa zo'rda. Mana Samandar siz bilan ko'rishamiz, maza qilib yuboraman. Mirzabek akam bilan ham masalan kim Valijon, Iso shularni hammasi bilan Jamshid mana Normada mehr bilan ko'rishaman. Obbo, o'zi kesin ko'rishgan. Unaqa narsa yo'q menda. Lekin kelmasa boraman oldiga. Ushlash kerak muhabbatni. Biz trendga chiqib populyarniy bo'lib ketganimiz bilan populyarniy bitta dunyoda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi Muhammad sollallohu alayhi va sallam. Yana qaytarib aytaman, biz uni oldida mikrobmiz. Yo'q, barakalloh. Gap yo'q. O'shaning uchun shu ras shunaqa ekan. Biz bir-birimizga muhabbatimiz beraylik. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Ertasi kuni o'ylasangiz, palonchi o'tibdi desa, men shu bilan bo'lgan muomalamni o'ylayman. Palonchi o'tib qopti, "Hey" desa, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun." Qanaqa edim men, ha? Aya zo'r ekanman, Xudoga shukr. Yo'q, zo'r muomalam zo'r edi ekan. Pistonchi o'lib, "Ha, Shuhrat aka o'tib qopti" desa, sizlar ham o'ylaysizlar. Muomalam zo'r edi dedi. Вопросительный знак, so'roq belgisi qolib ketmaslik kerak. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Ha, tushundim aka. O boyagi savolda turibman men, ana qanday qilib ushlab turish kerak degan savol. Keyin oxirgisi endi aqllilik qilib borayotganim yo'q. Zikr. Zikrda ushlab yurish kerak. Zikrda tursangiz, Xudoyim o'zi yetalab ketaveradi. Sen menga rostdan ham tavakkul qil deyapti. Rostakam tavakkul. Alloh o'zing ko'rib turibsan endi ahvolim. Tavakkulni rostdan qilsangiz o'zi olib ketaveradi Xudoyim. Hayotda mana endi o'zimdan yoshlarga maslahatim, ko'ngilni to'q qilib olish uchun bitta yo'li bor. Ko'ngilni to'q qilib olish uchun deganingizda xotirjamlik bo'lish. Xotirjamlik bo'lish uchun o'zingiz o'tirib o'ylaysiz. Kim bilan g'alatiman? Samandar bilan g'alatiman. Sababi chunki men unga hozir nima deydi? Sir bermayapman. Tak Samandarga sir bermayotganligim uchun muomalam chataq. Palonchi joyda baqirib yubordim bittasiga. Mana yerda qarzim bor. Bu yerda nima deydi? Chatazanchilik qilib yubordim. Kibr qildim. O'sha hammasini spis qilib turib, meni o'zimni ishim shu. Ayolim bilan ham g'alatiroqman, uni ichkir chunki ana o kuni degan narsalar bor. O'g'lim ishonmayapti chunki mana yerdagi ana mashinani savdosida ketib qolgan. Qo'shnim ozgina xafa chunki men o'tgan kuni eshigini tagidan mashinani shunaqangi bosib o'tdimki, g'alati bo'lib qoldi. Mana shu 28 ta narsani odam bittadan tozalab chiqsin-da. Ayoli bilan, o'g'li bilan, Samandar bilan tozalab olsin-da. Haligilarda tabassumini olsin-da, maza qiladi. O'zidan o'zi fayz bo'laveradi hayotida. Shu bo'lmaslik kerak mana ular. Nevaralar bilan ham, kelinlar bilan, meni ikkita kelinim bor, qizimdaqa. Qudalarim mana eshitishar balkim. Sen kursdoshimda, kursdoshimni qizini olganman. Kursdoshimni qizini olganman. Sen nima qilasan buni? Sensirab gaplashadi. Men aka deyman, endi mendan katta Muhammadjon akam. Sen dedi, nima qilasan bularni dedi. Keldi dedi, seni tegmayin dedi. Dadajon bunaqa dedi, dadajon bunaqa qilib kuldirdi. Bolamga manaqa dedi. Dadajon, bolalarim dadajonni nima qilib olishgan? Nima deydi? Narsa olib keltiruvchini nima deydi? O'rgat Qorboboda endi sovg'ab keladigan har doim. Siz boyagi gapingizni atkaz qila olmayman men. Endi me'yoriga qaraymiz, olib kelavermaysiz-u. Lekin bolalarimni aytgan narsasini iloji boricha qilishga harakat qilaman. Unaqa millioner emasman, lekin uning ham yo'li bor. Katta elektronli mashina olib bering desa, 1,5 ming dollarga yoki 1000 dollarga o'sha narsani ham yo'li bilan tushuntirish bor-da. Qisqasi boyagi zo'r narsa butun kashaklarni pachaga chiqqan narsalar yopib chiqish kerak. Yo'li bor. Mana unga pastga siz tinchiydi ekan. Borib, aka,
Bir akamiz bor edi teatrda. Gaplashmay qo'ydi. Bir spektaklda rol o'ynagan ekan. Keyin menga siz qalay spektakl kamchiliklarini ayting deydi. Men to'g'risini aytdim. U turib olib, bunaqa spektakl bo'lmagan, yomon o'ynab yoribsizlar demayman-da. To'g'risini aytdim. Zo'r spektakl dedim. Bir tovoq osh dedim. Go'zal dedim. Ko'k piyozlari bilan, bedana tuxumlari bilan, faqat dedim tepada go'sht yo'q dedim. Tepaga go'sht qo'yib qo'yamiz oshda. Asosiy narsa go'sht bu akam o'ynayotgan desam to'g'ri dedi hamma. O'shandan keyin aloqani uzvordim men bilan. Lekin umuman ko'rishmaydi. Keyin o'shalarda ichida mana shu odamni bunday qo'yib turib to'xta dedim. Baxtimga Roza edi. Mana shu odamni bugun Shuhrat dedim. O'zingga qaratib kelasan dedim. Hamma odesdan chiqar dedim. Meni aybim yo'q. To'g'risini aytganman xolos. Keyin shunday ro'paramdan chiqib qoldi-yu. Subhanalloh. Akajon assalomu alaykum deb shunday quchoqladim. Agar men sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring dedim. Jon aka, mendan kattasi dedim. Xafa bo'lmang dedim. Endi biz shunaqa dedim. Yoshlikda dedim, mana qovun tushirasiz ekan dedim. Jon aka meniki, men mingta roziman, Shuhrat dedi. Unaqa demang dedi. Deydi, aka mendan xafa bo'lib qoldingiz dedi. Ko'rishganda achaq qilib ko'rishaylik dedim. Achaq qilib. Quchoqlar. Voy, odam emassan-da sen dedi, o'zimiz shevada. Achaq qilib. Achaq degan nima degani ekan? Bo'ldi. Odam emassan uka sen dedi. Bo'ldi akajon dedi. Daftardan o'chirildi. Yopildi. Shun bilan akam ko'rsam, assalomu alaykum. Hozirgacha shu. Tozalab oldim. Nimam kamayib qoldi endi meni? Kollektivni ichida qilmadim bu ishni. Pastga urilib yo bir sharm o'zi bilan. Rozani kunida meni kechiring degandim, yig'lab boray dedi. Maza qilib yubordik. Palonda shu yerda, mana shu yerda ketib qoldim-da. Shu ikkita to'rtta non olib kelsang nima bo'lardi deyman o'zimga. Borib to'rtta nonni olib, assalomu alaykum deb berib chiqib ketaman. Hozir xayolimda bitta inson turibdi. Esimga tushib qoldi. 100 ga kirdi. Qo'shnim. Bu naryoqda. Shu odamni ko'rib qo'ygim kelyapti-da. Bola chaqasi ko'p, meni ko'rishimga zor emas. Faqatgina mana shu 28 ta teshikning ichida turibdi. Tozalab kelaman hammasini, ota-onamning qarindoshlari-yu, otami, onamning qarindoshlari, xolalar, ammalar, qo'shnilar, birga ishlaydiganlar kim xafa, kimga og'ir botdi. Tozalab yuravering deb, bu yog'ini Xudoyim tozalaydi. Shu deb akademik Shuhratbek Azimov. Zo'r. Oliy psixologiyada Gestalt degan narsa to'g'risida o'qiganimizda, eshitganimizda onlayn darslar ham olaman, men o'rganib turaman har doim shunda. Shunda shu miyani faoliyatida Gestalt degan narsa bo'lar ekan. Telefonda nimalar ochilib qolsa, bundoq yopib qo'yasiz, bo'lmasa zaryad deb yotadi-ku. Batareykani. Bu odamdan olingan ekanda. O'sha siz aytgandek bundoq yamochkalarni qilib, anoni bunday qilishim kerak, buni bunday. Shuhrat aka, palon qilib biz bilan bir joyga boramiz desak, misol uchun Shuhrat aka siz bilan podkast qilamiz, suhbat dedimi? Bo'pti deb niyat qildik shuni. Shunda ikkalamizga ham miyamizda Gestalt ochilar ekan, bu burchak shu vazifani bajarish kerak bo'ladi, ikkalasi birgalikda. Biz shuni qilmaganimizcha u bizni kuchimizni yeb yotaverar ekan, energiyamizni. Hayotimizda biz boshlab oxirigacha yetkazmagan juda ham ko'p ishlar bor-da. Shu ishlarni albatta xuddi siz aytgandek hammasini yozib chiqib va albatta siz aytgandek o'sha yamochkalar, dil degan narsa bor. Kimnidir ko'nglini olganmisiz yoki kimdandir haqmisiz, qat'iy nazar hamma bilan yaxshi munosabat qilish uchun birma-bir hammasini tuk yopib tashlasa, odamga shunaqa energiya berilar ekanki, aka xuddi o'shani yoshligingizdagi energiyangiz qaytib kelar ekanda. Agar hamma qilsam, shu ishni. Voy. Go'zal bo'ladi. Zo'r bo'lsa kerak, Hamma qiladi, xudo xolasa. Albatta hamma bajaradi buni. Hamma qilsin-da shu ishni. Qo'shnilar bilan qo'shnilar, qarindoshlar bilan qarindoshlar. Pul berish shart emas. Tozalab ketaylik-da. Gina qudrat yig'ishtiraylik. Hamma qilsa bormi shu narsani? Butun dunyo qilsa, yer yuzini o'zi jannatga aylanib ketadi. Jim bo'lib ketarmidi? Hamma yo'q. Jannatga aylanib ketarmidi? Muhammaddan muhabbat bo'lur paydo. Shunaqamidi? Muhabbatdan Muhammad bo'lur paydo.
muhabbatsiz odamlar insonlardan qochib voydi. Ha. Endi berilgan narsalarda zo'r foydalanishimiz kerak-da. Tuz, shakar, sevgi, do'stlik, ota-ona, farzand, ayol, nevara, do'stlar, ustozlar, shularda hammasi top-toza bo'lsa, menimcha Samandar hayotiy 56 kirdim. Praktikamda menimcha hamma yoq zo'r bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Super. Bugungi suhbatdoshimiz Shuhrat Azimov bo'ldilar. O'ylaymanki, suhbatimiz ko'pchilikka ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Bizni kuzatishda davom etinglar va yana kim bilan suhbat qilishimizni xohlar edingiz. Albatta izohlarda qoldiringlar va biz u inson bilan ham shunaqa bir yurakdan suhbatlashamiz. Shuhrat aka, tashrif uchun rahmat akajon. Rahmat ukajon. Xudoyim oq yo'l bersin. Yaxshi yetib oling. Amin. Hindistondagi bizda Tuz Qandarga hammasiga katta salom ayting. Tinch bo'linglar, jigarlarim. Umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Bo'ling. Samandar maza qildim. Gap yo'q. Ko'rishguncha.